Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Demak, o'zimni tanishtirib o'taman. Andijon davlat pedagogika instituti tarix kafedrasi dotsent vazifasini bajaruvchisi, tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori Ro'ziqulov Sherzodbek Marbjonovich. Demak, etnologiya fanidan bugun quyidagi mavzu bo'yicha gaplashamiz. Mavzuimiz Markaziy Osiyo xalqlari etnologiyasi. Bu mavzu bo'yicha quyidagi masalalarni ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi masala geografiyasi va mamlakatlari, etnik tarixi. Uchinchi masala Markaziy Osiyo xalqlari xo'jaligi, moddiy va ma'naviy madaniyati masalalariga murojaat qilamiz. Avvalambor ushbu mavzuni o'rganish bo'yicha manbalarga murojaat qilishimiz mumkin. Demak, ushbu mavzuni qaysi manbalar orqali o'rgana olamiz yoki qaysi manbalardan foydalansak bo'ladi. Demak, foydalangan adabiyotlarda quyidagi adabiyotlarni demak ko'rsatish mumkin. Birinchi adabiyot Markaziy Osiyo xalqlari etnografiyasi va etnogenezi va etnik tarixi. Doniyorov, Bo'riyev hamda Ashirov muallifligidagi, ya'ni adabiyot hisoblanadi. 2013-yil Toshkentda nashr etilgan. Bu adabiyot Turkiston tarixi, geografiyasi va etnografiyasi haqida umumiy ma'lumotlar beradi. Keyingi adabiyotimiz albatta O'zbekiston Milliy ensiklopediyasidan foydalanish mumkin. Ensiklopediyaning ham 8-10 tomida Turkiston atamasi tarixi, uning O'rta Osiyo geografiyasi haqida ma'lumotlar mavjud. Keyingi adabiyot qadimgi turklar, ya'ni Gumilov muharrirligidagi, ya'ni Gumilov muallifligidagi qadimgi turklar asari Toshkent 2007-yil nashr etilgan. Adabiyotda turkiy xalqlarning yashash hududi, xo'jaligi, an'analari, antropologiyasi va boshqa masalalar haqida chuqur ma'lumotlar berilgan. Hudud ul olam Omonullo Bo'riyevning tarjimasi Toshkent 2009 kitobning 22-bobida Movarounnahr shaharlari haqida ma'lumot berilgan va shaharlar bilan birgalikda o'sha Movarounnahr xalqlarining etnografiyasi, etnogenezi va turli urf-odatlari haqida ma'lumotlar keltirish mumkin bo'ladi. Keyingi adabiyotimiz qadimgi O'zbekiston ilk yozma manbalarida Anatoliy Sagdullayev adabiyoti 1996-yilda nashr qilingan. Ushbu manbani 93-99 sahifalari Markaziy Osiyo tarixiy nomlanishi va bu atamani turli davrlarda turlicha nomlanishi haqida batafsil ma'lumotlar keltirilgan. Ko'rilgan asosiy masalalar quyidagilar, ya'ni ushbu mavzu orqali quyidagi masalalarda ham to'liq tavsifini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Demak, birinchisi Markaziy Osiyo xalqlariga oid umumiy ma'lumotlar, geografik tasnifi, Turon zamin hududini nomlanish tarixidan, Turon hududidagi davlatlar va xulosa ushbu mavzu bo'yicha xulosalardan iborat hisoblanadi. Markaziy Osiyo xalqlarini o'rganish bo'yicha bugungi adabiyotlardan tashqari qadimdan adabiyotlar mavjud, ya'ni qadimgi tarixga oid, ya'ni O'zbekiston tarixini o'rganuvchi eng qadimgi manbalar, o'rta asrlar manbalari orqali ham Markaziy Osiyo xalqlarini turmush tarzini bevosita o'rganishimiz mumkin bo'ladi. Xususan, Zardushtiylik dinini muqaddas kitobi Avesto barchamizga ma'lum eng asosiy adabiyot hisoblanadi qadimgi tariximizni o'rganishda. Avestoda, Behistun bitiklarida bundan ma'lumotga egasizlar. O'rxun Enasoy bitikida, Yunon muarriflarining asarlarida, Rim muarrixlarining asarlarida va hamda Xitoy tarixchilarining asarlarida biz o'rganayotgan mavzuni atroflicha mazmun mohiyati haqida va eng qadimgi Markaziy Osiyo xalqlarini turmush tarzi, yashash tarzi, antropologiyasi va etnogenez haqida ma'lumotlar olish mumkin bo'ladi. Demak, Markaziy Osiyo xalqlari yashagan hudud va chegarasi haqida ma'lumotlar aytadigan bo'lsak, Markaziy Osiyo xalqlari shimolda g'arbiy Sibirgacha, sharqda g'arbiy Xitoy hududlarigacha, janubda Afg'oniston, shimoliy Erongacha bo'lgan hududlar bilan chegaralangan hamda g'arbda Kaspiy va Volga daryosi bo'yicha bo'lgan hududlar bilan bugungi kunda chegaralangan. Markaziy Osiyo xalqlarining eng qadimgi aholisi, demak Markaziy Osiyoda bilamiz qadimdan o'sha qardosh xalqlar yashagan, ya'ni bir-biriga etnomadaniy jarayonlar bir-biriga bog'liq. Demak, qadimgi saklar, massagitlar, skiflar, xorazmliklar, baktriyaliklar va sug'diylar. Bular albatta ko'chmanchi va turoq xalqlar bo'lgan, mashg'ulotlari dehqonchilik va chorvachilikdan iborat bo'lgan. Xo'p, O'rxun Enasoy bitikida Markaziy Osiyoning 8-asrga oid ko'plab ma'lumotlarni ko'rish mumkin va 8-asr Markaziy Osiyoda yashagan xalqlar nomlarini zikr etilgan. Ya'ni qirg'izlar, uyg'urlar, tatarlar, o'g'izlar, to'qqiz o'g'iz, so'g'd, qariluq, qipchoq, turk, teles, 8 o'g'iz va turk va boshqa ko'plab etnik nomlar haqida ma'lumot olishimiz mumkin. Bundan tashqari Devoni lug'at turkdan Markaziy Osiyo xalqlarining 1-asrga oid eng muhim manbasi hisoblanadi. Bu manbada ham o'sha davrdagi Markaziy Osiyo xalqlarini o'sha davrdagi etnik guruhlar haqida ma'lumot olish mumkin bo'ladi. Ya'ni Ig'roq, Yag'mo, Joriq, Chigil, O'g'iz, Turk, Arg'u, Tuxsi, Tatar, Uyg'ur, Basmil, Qipchoq, Jumul, Qirg'iz, Qariluq kabi
etnik guruhlarni, etnik nomlarni keltirish mumkin bo'ladi. Shajarai turkda ham ushbu ma'lumotlar berilgan, xususan 17-asrga oid elatlargacha bo'lgan ma'lumotlar beriladi. Markaziy Osiyoda yashagan xalqlar, ayrim o'zgarishlar unda kuzatiladi. Masalan, Tumat, Nayman, Krayt, Inkiras, Al-Qanut va boshqa ko'proq yuqoridagi etnik guruhlarga, etnik nomlarga boshqa nomlar qo'shilgan bo'ladi. Keyingi Xo'p, aholining asosiy mashg'uloti demak sug'orma dehqonchilik hamda hunarmandchilik va savdo-sotiq chorvachilikdan iborat bo'lgan. Albatta o'tiroq hayotdagilar sun'iy sug'orma dehqonchilik bilan, ko'chmanchi hayot chorvachilik hamda keyinchalik hunarmandchilik va savdo-sotiq bilan ham davr o'tishi natijasida shug'ullanishgan. Bugungi kunda Markaziy Osiyo aholisi kimlar degan savolga murojaat qiladigan bo'lsak, bugungi kunda Markaziy Osiyoda o'zbeklar asosiy, ya'ni kontingent tashkil qiladiganlar qozoqlar, qirg'izlar, turkmanlar, tojiklar, uyg'urlar, mo'g'ullar, lo'lilar, qoraqalpoqlar tashkil qiladi. Undan boshqa xalqlar ham mavjud va bu xalqlar asosiy qismini shu xalqlar tashkil qiladi. Markaziy Osiyo aholisining antropologik tipi Janubiy Sibir tipiga, ya'ni qozoq, qirg'iz, qoraqalpoqlar kiradi. Kaspiy orti tipiga tog'lik tojik va turkmanlar kiradi. O'rta Osiyo ikki daryo oroli tipiga esa o'zbeklar va voha tojiklari kiradi. Xo'p, Markaziy Osiyo atamasi haqida turli manbalarda bugungi kunda har xil ma'lumotlar uchraydi, lekin bugungi kunda Markaziy Osiyo uni xalq tarixiy davrlarda turli nomlar bilan atalgan. Qadimgi Markaziy Osiyo nafaqat hozirgi Markaziy Osiyo hududi, balki juda katta hududlarni o'z ichiga olgan, ya'ni ayni vaqtda Eronning shimoliy sharqiy hamda Afg'onistonning shimoliy hududlarida ham kirgan. Xususan bu davrda o'sha Markaziy Osiyoni keyingi qismlarida qanday nomlanishi, o'rtasilarda qanday nomlanishi, qadimda qanday nomlanishi haqida ma'lumotlar ham mavjud. Ya'ni Markaziy Osiyoning geografiyasi shunday iboratki, Yevrosiyo materikining o'rta qismida joylashgan. Shimolda G'arbiy Sibir tekisligi, janubda Nishopir, Safedkoh va Hindukush tog'lari chegarasi bilan sharqda Xitoygacha, g'arbda Kaspiy dengiz qirg'oqlarigacha bo'lgan hududlarni o'z ichiga olgan. Yevropa va Osiyo xaritasida Markaziy Osiyoning ko'rinishi tez-tez Markaziy Osiyo tarixiy nomlanishi, demak Turon, Transaksiyoniya, ya'ni Turkiston, Movarounnahr va Markaziy Osiyo nomlari bilan atalgan. Turon atamasi, ya'ni markaziy qadimgi nom bo'lib, bu o'sha tur so'zidan kelib chiqqan. Atamasi ilk bor Avesuvda uchragan. Hududni ko'chmanchi va yarim ko'chmanchi aholisiga nisbatan ishlatilgan. Forslar bu hududni o'sha Turiston, qomusiy olimlardan Beruniy, Tabariy, Istahriy asarlarda, Firdavsiyning Shohnoma asarlarida Turon va Eron shaklida uchraydi. Xo'p, demak, geografik tarix jihatdan Turon hududiga Tinch okeanidan O'rta Yer dengizining Egey Adriatikachagacha va Shimoliy Muz okeanidan Tibet va Himalay tog'larigacha, Shimoliy Hindistondan Anadolugacha bo'lgan, ya'ni hozirgi Turkiyagacha bo'lgan hududlar e'tirof etiladi Turon qismida. Demak, Turkiston atamasi keyinchalik ataladi. Markaziy Osiyoning o'rta asr tarixiy geografik adabiyotlarida uchraydigan nom hisoblanadi. Qadimgi turkiy, pahlaviy, xitoy, hind, arab hamda yahudiy, arman, yunon, lotin, slavyan va boshqa yozma manbalarda yurtimizda shu nom bilan atashgan. Turkiston atamasi milodiy 445-yildan boshlab turli manbalarda tilga olingan. Bu atama ilk marta 639-yil Turonda tuzilgan sud hujjatlarida tilga olinadi. Keyingisi. Xo'p, Turkiston tarixiy an'anaviy jihatdan quyidagi qismlarga bo'linadi. Markaziy Turkistonga O'zbekiston, Qozog'iston va qisman Tojikiston kiradi. Sharqiy Turkistonga Ichki Mo'g'uliston, Xitoyning Sinszyan va Uyg'ur avtonom tumanlari, Qoraqo'rg'on va G'arbiy Turkistonga Eronning shimoli, Kavkaz, Kaspiy dengiz havzasi, Shimoliy Turkistonga esa Shimoliy Qozog'iston, Volga-bo'yi, Sharqiy Ural tog'larigacha cho'zilib ketgan Turon past tekisligi, Ob, Yenisey, Lena daryo oralig'i va Sibirgacha bo'lgan hududlar kiradi. Turkiston toponimi, ya'ni Turon va Turkistonning keyingi varianti bo'lib, ilk bor 6-7 asrlarda qo'llanilgan. 1924-5-yillarda Turkistonda milliy hududiy chegaralash natijasida keyinchalik Turkiston atamasi sun'iy ravishda muomaladan chiqariladi. Uning o'rniga O'rta Osiyo atamasi ishlatiladi. Bugungi kungacha mavjud adabiyotlarda Markaziy Osiyoni o'sha O'rta Osiyo va Qozog'iston xalqlari deb o'rganilgan, lekin bugun o'sha Markaziy Osiyo xalqlari deb o'sha Markaziy Osiyoni albatta Qozog'istonni ham qo'shib, ya'ni qozoq xalqlarini ham qo'shib o'rganilyapti. Keyingisiga Movarounnahr atamasi keyingi atama, ya'ni arabcha atama, ya'ni arablar bosqinidan keyin ushbu atama asosan arab manbalarida uchraydi. Daryo orti, ya'ni daryoning narigi tomoni, fors tilidagi varianti esa Vararund, ya'ni Varajayxun deb nomlanadi. Va Movarounnahr atamasi ilk bor hadislarda tilga olingan. Movarounnahr o'sha
arablarda islom dini vujudga kelishidan oldin ham ma'lum bo'lgan va hududni Amudaryo ortida joylashgan turk xoqonligiga qarashli hududlar deb bilganlar. Arab geograflaridan Yoqut Hamaviy hamda Moron-Nahr atamasini Turon mamlakatining nomi sifatida bilgan. 705-715-yillarda bu atama yanada keng iste'molga kirgan. Arablar ta'sirida Moron-Nahr keyinchalik asosiy manbalarda, ya'ni Moron-Nahr deb atala boshlangan. Hudud ul olamda ham Moron-Nahrni shimoli Xalluq, sharqi Tibat hududi, janubi Xuroson, g'arbi esa G'uz hududi qilib chegaralanadi. To'xtatib turingmi? Demak, bugungi kungacha Markaziy Osiyoda davlatchilik masalasida qadimdan juda ko'p davlatchiliklar bo'lgan. Albatta, O'zbekiston hududi, umuman Markaziy Osiyoning boshqa respublikalari hududida qadimda davlatchilik masalasida turli xil manbalarda ko'p davlatlarni uchratish mumkin bo'ladi. Buni albatta O'zbekiston tarixi va boshqa darslarda bu haqida ko'plab ma'lumotlarga ega bo'lgansizlar. Lekin bugun Markaziy Osiyoda Markaziy Osiyo davlatlari O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Turkmaniston va Tojikiston davlatlari kiradi. Ushbu davlatlarni bugungi kundagi tarixi, etnografiyasi va etnologiyasi, antropologiyasi baribir tarixdan bir-biriga bog'liq. Shuning uchun bu asosiy mavzu, ya'ni ushbu mavzuni o'rganish jihatdan bevosita umumiy Markaziy Osiyodagi barcha davlatlarni va barcha xalqlarni tarixi birligidan xulosa qilish mumkin bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat.